Mana bu do'stlar, buzog'imizning pasporti. Mana shu, mana tug'ilgani martda, 5-martda tug'ilgan ekan. Bugun 7-mi, 8-mart bilaman. Biroq chiroyli bo'ldi buzog'imiz. Shu narsaga e'tibor beringlar. Mana bu pasporti molni o'zi bilan sotiladi. Mol sotyapsizmi? Mana shuni ham pasportini ham egasiga berasiz. Yangi egasiga. Bu yerda mana bu nomerlar yozilgan. Ko'rayotgan bo'lsanglar, mana shu nomer boshlarni mana pasport D degani Germaniyaniki degani D. Shu narsadan aniqlab olsanglar bo'ladi. Hozir quloqdagi nomerdan ko'rsataman. Mana shu nomer bilan quloqdagi nomer to'g'ri kelishi kerak. Bo'lmasa bu nemetskiy mol hisoblanmaydi. Hozir ko'rsataman. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar 37357. Bu yerda D01252. Shu nomerlar yozilgan. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, hammasi 37354. Hammasi har xil hisoblanadi. O 01352 bu anaqani anglatadi. Qaysi viloyatdanligini ko'rayotgan bo'lsanglar, keyingi nomer 37355 bu o'sha buzoqni o'ziga tegishli. Boshqa buzoq nomeri yo'q bunaqangi nomer. Bitta bo'ladi. Shu pasportidagi nomer bilan mana shu nomer bir xil bo'lishi kerak. Bo'lmasa bu nemetskiy mol olayotganlarda bozorlarda mana shularga ham e'tibor beringlar. Mana D deb boshlanadi. Boshlanishi keyin 01252 turibdi. Uni ko'rayotgan bo'lsanglar, o'sha Germaniyaning qaysi viloyatda molligini bilintiriladi. Hozir mana bu buzoqlarimiz bu Schleswig-Holsteinda qanday qiladi? Nima deydi? Buzoqlari.